ketdim. Ay, to'xtang, menga pul tashlab ketmaysizmi? Yeb-icharga aylanib kelaydi. Uyda o'tirtirishlar, tushundingmi? Xotinimga 100 so'm bergan kunim kechqurun 1000 so'm bo'lib qaytadi menga u pul. Bunaqalar gapiraveradi. 1 so'm pul yo'q senga. Rostdan ham pul berib ko'ray-chi, nimadir o'zgarar ekan. Mahal onasi biror narsa olmaysan. Ishxonadan 1 million so'm premiya tushdi. Nechio sevda xotinga 100 ming beruvdim, 1 million bo'lib qaytdimi? Duogo'yim plastikiga 200 ming pul tashlab qo'ydim. Rahmat, dadasi sizga ham g'oyibidan bersin. Rahmat onasi. Bu qanaqa matematika? Onasi kastimni kissasida 1 million pul bor. Olib bemalol ishlataver. Rahmat, dadasi martabalarsiz bundan nima qilmaysiz? Abbos, tabriklayman jo'ra. Nimaga? Shu paytda bugundan boshlab Arenyu zavodini ish boshqaruvchisi bo'libsan. Kim? Rostdan? Anya, sen omadsizmi? Arenyu parashok va gelimizdagi xushbo'y hid hech bir raqobatchimizda topilmaydi. Chunki biz hidini Fransiyadan olib kelamiz, janob.